Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz 747-chi eng katta sonni topishimiz kerak bo'ladi. Bu masalada array berilgan bizga nams nomli. Bu arrayning ichida o'sha bitta unique bitta raqam yoki bitta son bo'lish kerak. U barcha sonlardan eng kamida 2 barobar baland bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda misol uchun 6 shartga to'g'ri keladi va uning indeks sifatida bir funksiyadan qaytarilyapti. Agarda u mavjud bo'lmaydigan bo'lsa -1 qaytariladi. Keling endi yaxshiroq tushunib olamiz. Misol uchun bizda 9 bor va mana shu son shartga mos kelishligi uchun undan kichkina sonlar 2 barobar eng kamida kichik bo'lishi kerak. Misol uchun 4, 3 to'g'ri keladi bunga. 2, 1 va 0 to'g'ri kelishi mumkin. Chunki misol uchun 4 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8 bo'ladi. 8 2 barobar kichkina. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 4 bo'ladi va 1 va 0. E'tibor bersak, barchasi 9 dan kichkina hisoblanadi. 9 ulardan katta. Yoki da bo'lmasa mana bu yerdagi misolni oladigan bo'lsak, bizda 3, 6 Xo'p, 1 bor va 0 bor ekan. Biz o'sha eng kattasini oldik. Misol uchun 6 bo'ladigan bo'lsa, undan bitta kichik eng katta son 3 hisoblanadi. 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 6 ga to'g'ri keladi. Bu demak 6 bilan teng va shartimizga mos tushadi. Chunki bizda eng kamida deyilgan, shuning uchun 6 ni o'zi ham o'sha sonning o'zi ham shartimizga mos tushadi va buni o'zimiz uchun olishimiz mumkin. Bu masalani ishlash uchun tabiiyki biz birinchi arrayni aylanib turib eng katta sonni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bitta maksiyan o'zgaruvchi ochib olamiz va arrayni aylanishni boshlaymiz. Agarda to'g'ri kelgan son, navbatdagi son maxdan katta bo'ladigan bo'lsa, maxni o'chirib turib, uning o'rniga saqlab olishimiz mumkin. Demak, birinchi elementimiz 3 bo'lyapti. U maxdan, ya'ni hozirgi holatda 0 katta va uni o'zimizga saqlab olyapmiz. Endi bo'lsa keyingi elementga o'tyapmiz. Keyingi elementimiz 6 bo'lyapti. 6 ham mana bu 3 dan katta bo'ladi va 6 ni o'zimiz uchun saqlab olamiz. Keyingi elementga o'tamiz. 1 kichkina, shuning uchun uni olmaymiz. Keyingisi 0, u ham kichkinalik bo'lgan hisobiga biz max sifatida 6 ni o'zimizga saqlab qoldik. Va 6 ni, ya'ni max sifatida saqlab olganimizdan keyin endi birma-bir tekshirishni boshlaymiz. Birinchi elementni tekshirishni boshlaymiz. Bu yerda 3 bo'lyapti. Demak 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6 bo'ladi. Bu shartimizga mos tushadi va buni davom etishimiz mumkin. Keyingi element 6 ni o'zi, undan keyingi element esa 1 ni 2 ga ko'paytirganimizda 2 kelib chiqadi va u 6 dan kichik va 0 ham 6 dan kichik bo'ladi. Ko'paytirganimizda shu 0 ni o'zi kelib chiqadi. Shuning uchun biz mana shu yerda turgan 6 ni o'zini indeksini olamiz. Buning uchun shu bir qator yana yurib tekshirganimizda o'sha agarda maxga teng bo'lsa, ana shuni indeksini ya'ni birinchi indeksni o'zimizga qabul qilib olamiz. Aytib o'tganimdek, birinchi biz eng katta sonni aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun maxiga bitta o'zgaruvchi ochamiz. Namsni aylanishni boshlaymiz. Tekshiramiz, agarda n dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, maxga n ni tenglab qo'yamiz va o'ziga o'sha eng katta sonni eng oxirida qabul qilib oladi. Ya'ni aylanish davomida qaysi son undan katta bo'ladigan bo'lsa, o'ziga saqlab oladi. Xuddi mana shuni Python dasturlashtirishda oddiygina funksiya bor. Biz buni max funksiyasi metodi orqali qilishimiz mumkin. Namsni berib yuborsak, ichiga xuddi mana shu biz qilgan, tepadagi qilgan ishimizni qabul qilib, ya'ni eng kattasini aniqlab beradi. Endi bitta index degan o'zgaruvchi ochib olamiz. Bunga namsni ichidan index degan funksiyani ishlatamiz. Uni ichiga maxni berib yuboramiz. Ya'ni bu namsni ichidagi eng katta elementni indeksini olib kelib beradi. Endi bo'lsa har bitta elementni tekshirib chiqamiz. Ya'ni eng katta uchragan sondan qolgan sonlar 2 barobar kichikmi? Buning uchun for loopdan foydalanamiz.
butun boshli namsni aylanib chiqadi va tekshiramiz. Agarda maxga teng bo'lmasa, 2 ko'paytirilgan hozirgi son maxdan katta bo'ladigan bo'lsa, -1 ni qaytarib yuboramiz. Barcha holatlar uchun tushmasa, demak, bu to'g'ri degani va shu holatda haligi indeksni qaytarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 100% foydalanuvchilardan tez ishladi 0 millisekundda. Bu masalamizning time complexity'si, ya'ni ishlash tezligi big O ni ichida enga to'g'ri keladi. Chunki bizda nums nomli array bor, uning uzunligi enga teng keladi va biz uni bir marta for loop orqali aylanib chiqyapmiz va o'sha uning tezligi shunda enga teng bo'ladi. Undan tashqari maxni aniqlash davomida va indeksni aniqlash davomida ham biz o'sha n marta aylanyapmiz va yana bir marta n marta aylanganimizda uchalasi 3ta n qo'shilganda big O ni ichida o'sha bitta n ga to'g'ri keladi. Space complexity bo'lsa faqatgina bitta max degan o'zgaruvchi va idx degan o'zgaruvchi ochyapmiz, boshqa o'zgaruvchi ochmayapmiz. Bu o'sha 1 + 1 da ikkalasi 2 bo'ladi va big O ni ichida 1 ga aylanib ketadi va deyarli katta joy egallamaydi. Umumiy ma'noda hech qancha joy egallamadi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha